Hurmatli talabalar, bugun biz sizlar bilan qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulot olib boramiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi quritilgan mahsulotlar tarkibidagi namlikni aniqlash. Mashg'ulot davomida quritilgan mahsulotlarning tarkibidagi namlikni aniqlash jarayoni ketma-ketligi bilan tanishib olamiz. Bugungi mavzuyimiz doirasida bizda quritilgan karam nimalari bor? Namunalari bor. Bunda karamning 3 ta navi, quritilgan navi bor. O'sha 3 ta quritilgan karam namunalarining tarkibidagi namlikni standart talabi bo'yicha aniqlashni bugun ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi o'sha quritilgan karam namunalari, laboratoriya tegirmonchasi, shuningdek mahsulot tarkibidagi namlikni aniqlash uskunasi. Bizda hozirda Germaniyada ishlab chiqarilgan Sartorius markali mahsulot namligini aniqlash uskunasi mavjud. Ushbu uskunadan foydalangan holda bugungi mashg'ulotimizni olib boramiz. Mashg'ulotni boshlashdan avval quritilgan mahsulot tarkibidagi namlikni aniqlash nima uchun muhimligi to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hammamizga ma'lumki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishdan ko'zlangan maqsad uning saqlanish davrini uzaytirish yoki bo'lmasam eksportga chiqarishda qulaylik bo'lishligi uchun quritilgan holda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tarkibidagi namlik agarcha yoki kam bo'lsa, turli xil salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol tariqasida, agar quritilgan mahsulotimiz tarkibida namlik me'yori belgilangan me'yordan ortib ketadigan bo'lsa, saqlash davomida turli xil zamburug'li kasalliklarga duch kelib mog'orlashi yoki chirishi mumkin. Aksincha, agar tarkibidagi namlik miqdori belgilangan me'yordan kam bo'lsa, uni qadoqlash, saqlash, yuklash, ortish, tushirish paytida namlikning kam bo'lganligi sababli o'z shaklini yo'qotishi, shuningdek maydalanib ketish hollari uchraydi. Shuning uchun tarkibidagi namlik me'yorida bo'lishi quritilgan mahsulotlar uchun muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Buni mahsulot quritilgandan keyin xuddi shunday laboratoriya sharoitida albatta aniqlash kerak va me'yorga kelgandan keyin quritish mumkin, ya'ni quritishni to'xtatish mumkin. Ishni namunalarni olib quritish nimasidan boshlaymiz. Buning uchun biz avvalo olingan namunalarni laboratoriya tegirmonchasida maydalab, keyin aniqlashimiz lozim bo'ladi. Sababi, agar biz uni to'g'ridan to'g'ri namligini aniqlash uchun qo'yadigan bo'lsak, mahsulot tarkibidagi namlik to'liq chiqib ketmaydi. Agar maydalangan holda aniqlasak, mahsulot tarkibidagi namlik to'liq chiqib ketadi va ko'rsatkich yanada aniq chiqadi. Ya'ni biz mahsulot tarkibidagi namlikni aniq bilib olamiz. Bu bizga mahsulotni keyingi saqlash jarayonida juda ham muhim hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar mahsulot tarkibidagi namlik biz aniqlash jarayonida qandaydir xatolikka yo'l qo'yib noto'g'ri aniqlaydigan bo'lsak, u yoki bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ishni laboratoriya tegirmonchasiga namuna solishdan boshlaymiz. Buning uchun laboratoriya tegirmonchasi ochib olinadi. Undan keyin berilgan namunadan 50 gram miqdorida solinadi. Namunani tegirmonchaga solib oldik. Endi buni yaxshilab maydalash kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu namunani kerakli nimaga keltirib maydalab oldik. Endi bundan
5 gram miqdorida olib, namlikni aniqlash uskunamizda namligi aniqlanadi. Bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Namlikni aniqlashda har bir quritilgan mahsulot uchun alohida harorat va vaqt rejimi belgilanadi. U mahsulotning turidan, hajmidan, quritish nimasidan kelib chiqib belgilanadi. Belgilangan standart talabiga ko'ra quritilgan karamlar tarkibidagi namlikni aniqlash 105 gradus haroratda 40 daqiqa davomida qo'yilgandan keyin aniq bo'ladi. Bu uskunamiz o'sha karam uchun belgilangan harorat va vaqtga qo'yishimiz uchun uni sozlab olamiz. Sozlashimiz uchun bu yerda mana qarab e'tibor bersangiz, harorat va rejim boshqa mahsulotlar uchun nima qilingan? Buni quyidagi tartibda sozlab. Birinchi haroratni 105 gradusga tushiramiz. Keyin vaqtni 40 daqiqaga tushiramiz. Bu uskuna mahsulot tarkibidagi namlikni foizlarda yoki grammlarda ifoda qilishi mumkin. Bizga foizlarda ifoda qilinishi kerak, chunki mahsulot tarkibidagi namlik ko'pincha ilmiy adabiyotlarda foizlarda ifodalanadi. Shuning uchun biz foizlarda berilgan nimani nima qilamiz va to'g'rilab shu foizlarda ko'rsatadigan nimaga to'g'rilab olamiz. Mana uskunamiz tayyor bo'ldi. Endi ishni nimadan boshlaymiz? Ishni mana bu uskunaga ketma-ketlikni o'zi nima qilib ko'rsatadi? Mana quritish platformasi qo'yiladi. Mana qo'yildi. Keyingi nimani bosganimizda o'sha quritish nimasiga namunadan 5 gram miqdorida qo'yish zarurligi ko'rsatilgan. Biz hozir laboratoriya tegirmonchasida maydalab olgan namunalarimizdan 5 gram miqdorida qo'yamiz. Miqdorda qo'yib oldik. Endi buni quritishni aniqlash uchun nimani boshlaymiz? Boshlandi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana foizlarda dastlabki namlik chiqib ketishini ifoda etyapti. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, har bir mahsulot uchun namlik me'yori berilgan, ya'ni belgilangan. Bizda standart talabiga ko'ra karamda namlik miqdori 8-12% dan oshmasligi kerak. O'sha oralikda bo'lishi kerak. Bugungi olingan namunalarda chiqqan karamdagi chiqqanlarimiz bizdek ham o'sha belgilangan me'yorda ekanligini aniqladik. Keyingi namunalar ham xuddi shu tartibda aniqlanadi, ya'ni berilgan namunada 50 gram miqdorida laboratoriya tegirmonchasida maydalab olinib, keyingi maydalangan nimada ushbu namlikni aniqlash uskunasiga yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek qo'yib namlik aniqlanadi. Shu yerda bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Karamning barcha navlari uchun o'sha 105 gradusli 40 daqiqalik rejimda quritib, uning namligini aniqlash zarur bo'ladi. Hurmatli talabalar, bugungi amaliy mashg'ulotimiz ketma-ketlikda bajarildi va sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi darslarimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining boshqa quritilgan namunalarini tarkibidagi namlik miqdorini aniqlashni tushuntirib o'tamiz. Hozircha xayr, salomat bo'lingizlar.